Qora tanishingiz bormi? Borda. O'zini ko'rsangiz 2 marta bor degingiz keladi. O'ziga ham hazillashib qora deymizda. Men qora emasman, men qoracharoqdan kelganman deydi. Qarang, qora so'ziga charroq qo'shimchasini qo'shib, o'zini oqday ko'rsatadi. Odamga hujum joyda ham borki, yo'qotib qo'ymaysiz-da uni. Uzoqqa ketib qolsa ham bitta nuqtachaday bo'lib ko'rinib turadi. Yaqinlashib kelgan sari odamga aylanadi. Bilasizmi, qorong'ida qoralar ko'rinmaydi. Ha, Lekin u ko'rinadi. U tim qora emas, qandaydir bir Snickers rangda. Lekin tan olaman, ko'ngli oq. Maqtanib yuradi. Meni ichim oq, ustim qora deb turib. Mayli-da. Mana shunaqa qorachalardan kelgan odamlar ko'payib yuraversin, to'g'rimi? nimaga? Zero hayot ular bilan rang-barangdir.